ingliz tili o'qigan va ingliz tili o'qiyotgan odamlarda aynan bitta muammo, ya'ni global muammo kuzatiladi. Bu think fe'li bo'yicha, ya'ni o'ylamoq fe'li bo'yicha. O'quvchilarimda shu narsani eksperiment qilib ko'raman. Endi yangi ochilgan guruh. Think. Think. Nima? Think. Think emasda. Ingliz tilida aynan cho'kmoq fe'li bor. Think deb yoziladi va ko'pchilik the so'zini ayta olmasdan think bilan adashtiradi. Ya'ni I think emas, I think deb qo'yadi. Ya'ni men cho'kaman degan ma'no chiqib qoladi. Imminni the harfini chiqarish uchun biz ikkita tishimiz orasiga tilimizni qo'yib turib s deyishga urinsak, ya'ni the deyishga urinsak aynan shu tovush chiqadi. Ya'ni f emas, the tovush chiqadi. Bu bilan bemalol biz I think deya olishimiz mumkin. Shu va shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Instagram va Telegram akkauntlarimizga omila bo'lib qo'yishni unutmang. Bu va bundan ham foydali ma'lumotlar hali oldinda. Hammaga rahmat.